kishi, 9 kishi farqi yo'q, hujumga boramiz. Gol uramiz. Yotmaymiz. Ey do'stlar, bu Hasanov, butun dunyo ko'ryapti. Hamma his etyapti. Butun O'zbekiston his etyapti buni. O'zbekcha futbol. Chempionatdagi eng super gol shu bo'ladi. Bosib o'tdi, o'ziga ishondi, darvozabon bilan yakka-yakka chiqdi va oyoqlar orasidan kirgizib yuboryapti. Hasanov. Mana ko'ram, darvozabonimizni darhol boshlaganiga respekt. Bu assist do'stlar, bu Edersoncha assist bo'ldi bu. Qarang qanday o'tib ketdi Sadriddin. Hop! Oyoqlar orasidan. Va yana bitta. Bu kolxoz uchun, bu rais uchun dedi. Mashhur film. Takroriy lavhani qachon bunday sharhlaganimiz bilmayman, lekin yana bitta. Yana bittasi mana marhamat. Do'stlar, hozir ayttirganimga bunday g'alaba qozonish zavqli bo'ladi.